Bugun sizlar bilan jamiyatimizda juda ham ko'p uchraydigan, lekin kech diagnostika qo'yiladigan osteoporoz haqida gaplashamiz. Osteoporoz bu suyak to'qimalarini zichligi kamayishi natijasida suyaklar zaiflashib, mo'rtlashadigan kasallikdir. Hatto kichik zarba yoki yengil bosim ham suyakni sinishiga olib kelishligi mumkin. Bu kasallik ko'pincha jim epidemiya deb ataladi va dastlabki bosqichlarida hech qanday alomat bermasdan rivojlanishligi mumkin. Suyaklar to'qimasi tarkibidagi kalsiy va boshqa mineral kamaygani hisobiga mustahkamligi bo'g'imlarni, suyaklarni yo'qotiladi. Va bu kasallik bilan ko'proq eng ko'p menopauzadan keyingi ayollarda uchraydi. Chunki bu davrda estrogen gormoni darajasi juda ham qonda kamayadi. Shuningdek, 60 yoshdan keyingi bo'lgan erkaklarda ham ko'p uchraydi. Kasallikni bizga ko'rsatuvchi belgilari bu tez-tez suyak sinishlari, ayniqsa umurtqa va son suyagini sinishligi kiradi. Tashxisni dastlab va tez diagnostika qo'yishligini yo'li bu densitometriya usulidir va shu bilan birgalikda qonda kalsiy va vitamin D ni ham tarkibini ko'rib chiqishligimiz zarur hisoblanadi. Va osteoporozga ko'pincha muntazam jismoniy ravishda jismoniy tarbiya bilan shug'ullanmagan bemorlar va chekuvchi va tez-tez spirtli ichimliklar ichuvchi bemorlarimiz ham tez yo'liqishligi mumkin. Osteoporozning eng xavfli oqibatlaridan biri bu son suyagini bo'yni sinishligi. Bu esa nogironlikka olib kelishligi mumkin. Shu sababli kasallikni erta aniqlash va vaqtida davolash suyak sinishlarini xavfini kamaytiradi va hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Osteoporozni davolashlikning eng to'g'ri uslubi bu bisfosfonatlar hisoblanadi. Vrach-revmatolog yoki endokrinolog sizga bisfosfonatlarni yoshingizga va kasallikni osteoporozni qaysi bir turiga qarashli holatda sizga to'g'ri dozada tanlab bera oladi.